Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanimizda Fayz MFda xotira kubogi bo'ladi. Xotira turniri. Bugun yutgan o'yinchilar shodlikda bayram bo'lyapti. Mana Bahrom aka ham keldilar. Keling Bahrom aka. Tanklub nomidan endi arzimasa ham o'sha bitta eng tartibli o'yinchimiz bor ekan. Shu ukamizni tabriklagan keldik. Kim endi u? Muhammad Iso degan o'yinchimiz bordi. Hozir ishlari chiqib qolib ketib qoldilar. Ha, bu jamoa sardoriga topshirib berarkansiz-da. Bo'laveradi. Topshirib beramiz. Mana Nefsini original nimasi, formasi, shariflari. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Omad o'yinga yetib kelolmadik, minbor uzr. Sog' bo'ling, Bahrom aka. Aka o'z ko'rsating. Shunchalik e'tibor qilib akamiz formaga berdilar. Ukamizga mana kesani bog'lab topshirdi. O, juda zo'r ekan omad, haqiqiy. Rahmat e'tibor uchun, Bahrom aka. Nefchi. Mana Nefs chempion. Nefchi legenda. Gap yo'q. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Har doim bo'linglar. Bu arziydigan sovg'a, asosiy e'tibori katta sovg'alar hali oldinda turibdi. Tamam. Omadlar emas, gap yo'q. Sog' bo'linglar, Bahrom aka, rahmat. Salomat. Kiring ovqat tayyor, shodlikda. Sog' bo'ling.